Voy tabiiy chiroyli ekansiz degan gaplarni eshitmoqchi bo'lsalaringiz, unda bu makiyajga diqqatlaringizni qarating. Qoshlarimni prosta tarab oldim va konsiler surib oldim. Dalshi sizlar bilan labni qalamini oldim. Mistais prosta ko'zimga gradiyent chiqarishim uchun pastdan bitta chiziqcha, tepadan ozgina chiziqcha chiqaramiz. Shu ranglarni kirpichniy svet bilan rastushvat qilamiz va oqroq teng olib oldilariga surtamiz, потому что hozir ustidan blesk bo'ladi. Cleopatra mелкий bleskni olib surdim, чтобы повседневный makiyajga ham chiroyli turishi uchun. Va qora qalam oldim do'stlar. Strelka chizish juda ham oson. Ko'rganlaringizdek, kabaret tush va embraliz baza, chunki meni kojam juda ham suxoy. Estee Lauder tonalkani prosta har kunga ishlataman, juda ham zo'r покрывать qilib beradi. Itarte concealer. Katta korrektor bilan jidkiy rumyana burnimga ham surdim, потому что meni fikrim bo'yicha meni burnim katta. Buni hammasini rastushvat qilib bo'lgandan keyin Chanel pudra ishlatamiz. Bourjois rumyanalarni prosta sevaman. Dальше Forever highlighter bugun bizada. Bu ozgina gold tsvetidan. Korичневый qalam lelikey oldim labimga va shikni ozgina rozоватый rangidan ishlatamizda. Bleskim ko'ylagimga tushdi, если что, onam o'ldiradilar bu videoni ko'rsalar agar. Shik blesk va sprey ishlatim bo'ldi. Gollivudskaya звезда bo'ldingizlar.